Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston, Turkiya. Bugun mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yangi bosqichda. Buni tog' sanoati bo'yicha birgalikda amalga oshirilayotgan loyihalar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ayni lavhamiz shu haqda. Bugun O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar jadal rivojlanmoqda. Buni raqamlar ham yaqqol ko'rsatadi. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro savdo hajmi 3 milliard dollardan oshdi. Hamkorlikdagi korxonalar esa 2000 dan ziyod. Jalb etilgan investitsiyalar hajmi 10 milliard dollarni tashkil etadi. Bugungi o'tkazilayotgan O'zbekiston-Turkiya biznes forumi ham ana shu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Geologiya va tog' sanoati o'zaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Tomonlar yangi konlarni o'zlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda xomashiyoni chuqur qayta ishlashga alohida e'tibor qaratyapti. Bu esa yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini kengaytirmoqda. Ben inanıyorum ki iki ülke arasındaki işbirliği imkanları, maden alandaki yatırım imkanları çok ciddi önem arz ediyor. Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik shu o'rinda konchilik sohasidagi sarmoyaviy imkoniyatlar juda katta ahamiyatga ega. Chunki O'zbekiston va Turkiyaning ayni yo'nalishdagi salohiyati juda yuqori. O'zbekiston o'rta koridorni o'z ichiga olgan mamlakatlar nuqtai nazaridan juda muhim chorrahada joylashgan. Shu bois Yevropaning sharqiy nuqtasidagi Turkiya bilan bu aloqa ikki mamlakat uchun ham ulkan imkoniyatlar eshigini ochishiga ishonaman. Forum doirasida O'zbekiston va Turkiyaning iqtisodiy, investitsiyaviy, tog' sanoati imkoniyatlari namoyish etilib, hamkorlik uchun muhim tarmoqlar va ustuvor yo'nalishlar taqdim etildi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati tizimida Turkiyaning yirik sanoat markazlaridan biri. Ostim hamkorligi doirasida Zangiota tumanida 100 gektar maydonda kelajak metallari texnoparki qurilmoqda. O'zbekiston bizim biliyorsunuz ata yurdumuz. O'zbekiston bilasiz bizning ota yurtimiz, bir ildizamiz, madaniyatimiz bitta. Shu sabab ushbu serquyosh o'lka bizning e'tiborimizni ko'proq tortadi. Biz hamkorligimizni doimiy ravishda rivojlantirib kelmoqdamiz. Bu yerda hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan Ostim uchun taxminan 100 gektarlik hudud ajratildi. Turkiyaning sanoat zonasi bo'yicha qariyb 25 yillik tajribasini bu yerda yo'lga qo'yish taklifidan mamnunmiz. Taxminan 100 gektarlik maydonda Ostim eko tizimi va undagi mavjud muassasalar, tashkilotlar, bir so'z bilan aytganda, Ostim tajribasi bu yerda tatbiq etiladi. Shuningdek, forum doirasida qo'shma investitsiya va sanoat loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.